Bitta narxlarda 7 ot kuchli gusunishli motoblok xarid qilib olaman degan akalarimiz uchun Agroservis do'konlariga 7 ot kuchli benzinli va solarishli bo'lgan gusunishli motobloklarimiz yetib keldi akalar. Shu munosabat bilan hozir sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarni berib, navolar bilan tanishtirib o'tib ketamiz. Undan bizga obuna bo'lib, kommentariy omad yozib, Agroservis do'konlaridan 7 ot kuchidan 17 ot kuchigacha bo'lgan yoki da xuddi shunday gusunishli motoblogimizni xarid qilib oladigan bo'lsanglar, xuddi shunday direl apparati, xuddi shunday balgarka apparatlarini tekinga berib olamiz. Tekinga olish shartini aytib o'tdim. Videoga like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yish kerak xolos. Bizning do'kondan 7 ot kuchli 17 ot kuchigacha bo'lgan yoki da xuddi shunday gusunishli motoblog xarid qilib olish kerak. Birinchi bo'lib benzinli motoblogimizdan boshlaydigan bo'lsak, yurg'izish joylari zavodni orqali yarimta tortga zavodit oladi. Boklari 5 litrlik katta boklardan qo'yilgan. Vozduxli filtrlari massivli filtr bo'ladi. Massivli filtrlarga 50 gramdan 100 gramgacha moylardan quyib qo'yadigan bo'lsanglar, motorlarga kirgan changlarni ushlab qoladi va motorlar uzoq umr xizmat qiladi. Motorlari 170 F motor bilan jihozlangan. Ko'rsanglarki, motorda o'ziga o'yib yozgan bo'ladi. 170 F motor. Harakati через remen orqali bo'ladi. Yurg'izib, skulga solib gaz bosganingizda remen orqali pastki tomonda baquvvat bo'lgan katta reduktorga harakat beradi va sizni pechatli original chekkalari devorli seplaringizni aylantirib beradi. Seplari ham originalligini sababi pechati bor va chekka tomonda devorlarigacha bor ekan. Ko'rsanglarmi mana. Xo'p, rollari uzun variantidan bo'ladi. Rollarni bemalol tepaga, pastga qilib ishlatishingiz mumkin. O'zlaringizga moslab Skollar oldiga ikkitadan, orqaga bittadan va bitta xalasi xo'tlari bor, bezopasnost knopkalari bor, gazlari o'zi bilan. Xo'p, oldi tomonda dugalargacha qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Undan keyingisi solarishli motoblokka keladigan bo'lsa, yurg'izish joylari bunda ham zavodning orqali yarimta tortga zavodit oladi. Vozduxli filtrlar bunda ham massivli bo'ladi. Bunda boklari 3 litrli bo'ladi, yoqilg'i turi solarka bo'ladi. Solarka boklari 3 litrli bo'ladi, aytib o'tgandim. Unga qaraganda sal kichikroq bo'ladi. Buniki ham harakat olishi через remen orqali bo'ladi. Buni ham seplari yaxshi seplardan qo'yilgan, pechatli seplardan qo'yilgan bo'ladi akalar. Oldi tomonda buni ham dugalari bor, 173 F motor. Skollari pastki tomonda joylashgan bo'ladi. 1-2 oldiga, bitta xalasi va bitta orqaga qo'yilgan bo'ladi. Buni ham rollarini tepaga pastga qilib bu yerdan tushirasizlar. Xo'p, 360 gradusgacha aylantirib ishlatishingiz mumkin bo'ladi akalar. Xo'p. Tepa tomonda o'zining kiyslari bor, o'zining kulish-pulishlari turadigan joyi bo'ladi. Bu xohlagan narsalar sig'dirsanglar bo'ladi. Endi eng qiziq joyi narx-navoga keladigan bo'lsa akalar, narx-navoda $550 dan $1000 har xil gusunich apparatlarimiz bor bizda. Endi bonusni 2 xil yoki da boshqa videolarda ham ko'rdik, 3-4 xil bonuslar turibdi. Qaysi birini qanday qilamiz, o'zimiz tanlab olamiz degan akalarimiz uchun bizni do'konga kelib, kelishdan oldin videoni ko'rib, like bosib, omad deb yozib, obuna bo'lsanglar, do'konimizga kelganinglarda istalgan turdagi motoblok xarid qilib olganinglar uchun do'konimizning ichki tomonida barabanimiz bor. Bu barabanda 100 xil nozik sovg'alarimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol kelib mana shu barabani bir marta aylantirish imkoniyati beriladi. Bitta aylantirganinglarda mana shu yerda turgan shurpayor, kulish nabor, balgarka dire ko'rishingiz mumkin. Bu tomonga ham terib qo'yganmiz. Nimaga tushadigan bo'lsa, shunda tekinga berib yuboriladi. Mutlaqo pul olinmaydi. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i, Agroservis do'koni akalar.